Jo'jalarim meni sizlarning YouTube kanalimda ham ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Men sizlarning kayfiyatlaringizni yanada ko'tarishga harakat qilaman. Sizlar esa like bosishni hamda kommentariy yozishni unutmang. Salom azizlarim. Salom jo'jalarim. Bugun ma'shuqadan sirlar. Bu apangni kuylaras. Ma'shuqa bu bizani tilimizda o'ynash deganimi yo xotin deganimi? E'tiboringizlar. Bu maslahatlar faqat romantik ayollar uchun. Biz romantik ayolmiz, to'g'rimi? Bosing opa. Biz telefon olamiz va erimizga qanaqadir oddiy сообщение yuboramiz. Bizani erimiz yo'q-ku, lekin dahoya tanishimiz bor. Mani kichkina bolam bor va har hafta men pampers sotib olib kelishni so'rayman. Biz nima so'raymiz? Biz ham pampers so'raymiz. Jonim. Iltimos pampers olib bering. Jonim. Iltimos pampers olib bering. Jonim, iltimos pampers olib bering. Jonim, iltimos pampers olib bering. Kecha pampers olib bergandim senga. Yana tish qo'ydingmi? Yana pampers kerakmi senga? Jonim, iltimos pampers olib bering. Nima bo'ldi? Yopini birat. Erkakni ilhomlantirmasdan. Erkak nimaga ilhomlantirishimiz kerak? Ijodkormi? Yana men erimga yoqmayapman. Bu mavzu sizga qiziqmi? Конечно qiziq. Er yo'q, lekin bunaqa mavzular bizga qiziq. To'g'rimi? To'g'ri. Hozirgi mavzuyimiz ayol va uning popasi haqida. Bundaqalar ko'payib ketyapti, bundaqalar. Ajoyib mavzu. Ayol va uning popasi. Umrimda eshitmaganman bunaqa mavzuni. Popa qanchalar chiroyli va katta bo'lsa, barchaga Yo'qadi menga qimirlash, yo'qadi. barcha erga va erkakka yoqadi. Normalni barcha erkakka yoqadigan umiddaman. Ya'ni har bir erkakning ayolini popasi chiroyli bo'lsa, o'ziga qarab yursa, chiroyli oila bo'ladi. Men o'ylabmanki, chiroyli oila bo'lishi uchun o'rtada muhabbat, hurmat bo'lish kerak deb. Оказывается, chiroyli popa, katta popa bo'lish kerak ekan. Bilmabmiz, a? Rostmi? Hammasi tug'ma, kayfiyat qochirar, organdagi dumba. Yorimiz uchun erotik suratlar mavzusini davom ettiramiz Mavzularingizdan o'rgilaysiz, bosing. va bugun ko'rsatadigan joyimiz bu ko'krak. Siska demoqchi. Birinchi surat holati uchun biz byustgalterimizni ikki tomondan qisib, ko'kragimizga ozgina razmer qo'shib, yuzni chiroyli yonga olamiz. Kimdir hozir men rasmga tushirdim ishqi. Bekarga harakat qilyapmanmi? Ikkinchi surat holatimiz uchun men byustgalter yechib, Yetishimiz shartmi shunda? o'ng qo'limga uni oldim va bu qo'lim bilan, chap qo'lim bilan ikkita ko'kragimni yopib, egilib byustgalter yo'qligini bildiraman. Uchinchi surat uchun g'oyam, siz ustingizdagi kiyimni tepaga ko'tarib yoki uni chetini tishlab ko'kragingizni ko'rsatasiz. Men seni ko'ryapman. Sevgili Monsieur Babamı yapamam. Qarab tursam, aytdi.